Assalomu alaykum. Onson sehrli oshxonamizga xush kelibsiz. Bugun o'g'limning xohishiga ko'ra juda mazali retsept tayyorlaymiz. Chunki savodxonlik bayramda juda faol bo'ldi va onalik baxtini yana bir bor menga eslatdi. Albatta bayram taassuroti bilan sizlar bilan ham bo'lishaman. Ekrandan uzoqlashib ketmang. Bizga kerak bo'ladi ikkita kartoshka. Ikkita kartoshkani artib olamiz. Va kartoshkamizni barak qilib to'g'rab olamiz. Idishimizga solib, kartoshkamizni ustiga suv quyib, gazga pishirishga qo'yamiz. Pishgan kartoshkamizni maydalagichga solib, ta'bga ko'ra tuz, murchlar solib, ham biroz un solamiz va yana aralashtirib olamiz. Xamirimizni o'rta yupqalikda yoyib olamiz. Va qalamcha ko'rinishda kesib chiqamiz. Qizib turgan yog'imizga solib, birin-ketin hammasini pishirib olamiz. Men pishirib olgunimcha sizlar bayram taassurotlaridan bahra olingizlar. Mana o'g'limning zakasi ham tayyor bo'ldi. Mazasiga gap yo'q. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Yoqsa fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.